sahna faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. Muqaddima. İnqilob arabchadan o'zlashtirilgan so'z bo'lib, uning asli ma'nosi bir holdan yana bir holga, bir vaziyatdan yana bir vaziyatga yo'tkimak, almashtirmoq degandan iboratdir. 20-asrning dastlabki choraklaridan boshlab Uyg'ur jamiyatida qanot yaygan yangicha ma'rif, ya'ni jadidchilik iqlimini paydo qilib, kengaytib umumlashtirgan. Shu davrning o'qimishliq, angliq, shijoatlik fidokorlari Uyg'ur jamiyatini umumyuzlik o'zgartirib qurish harakatini tashkillik ham tashkilsiz shakl elib borgan edi. Ular ayni vaqtda tilni qiliplashtirishdan jamiyatni oqartishgacha, xalqning ong tafakkurini etishdan hur erkin yashashga yetaklashgacha, fidokorlik, mardlik irodasini yetildirishdan mustaqillik urushini tashkillashgacha bo'lgan millatga lozimlik, vatanga keraklik barliq muhimmatlarni umumlashtirish bilan tarix yaratganlar edi. İnqilob so'zi o'tgan asrning oldingi choraklaridan avvalgi yozma manbalarda asosan ko'rilmaydi. Balki qo'zg'olon, yig'iliq, isyon degandek so'zlar ko'p tilga ilinadi. İnqilob so'zi yig'iliq, qo'zg'olon, isyon degandek so'zlar bilan ma'nodosh bo'lish bilan birga texmu kang, bir qadar mukammal siyosiy tashkiliy mazmunni bildirishi mumkin. Masalan, qo'zg'olon stixiylik, klassik, tashkilsiz, ommaviy harakatni bildirsa, yig'iliq va isyonmu shuningga o'xshab ketadigan, ammo ham ijobiy ham salbiy ma'nolardami qo'llaniladi. Lekin ular bildirgan mazmun ve konulgan obyektlarga seliştirganda inqilob ro'shan farqqa ega bo'lib, qiladigan ish harakatlar planliq, programmaliq, tashkillik, qoida prinsipliq, insonchalik bilan elib beriladi. Bizning inqilobimiz vatanimizning mustaqilligini, ya'ni mustaqil davlat qurishni, millatimizning hur ozodligini, shuningdek xalqimizning erkin irodasini qo'lga keltirish uchun ilib boradigan harakat bo'lg'achqa, shuning bilan bir vaqtda vatanimizni ishg'ol qilib olgan, millatimizni asir, xalqimizni razil qilgan, dushmanga qarshi ilib berilgan harakat bo'lg'achqa, texmu muntizim prinsipchanlikqa, harakatlarimizni yetaklaydigan mukammal siyosiy tashkilotga, yetakchi ideyaga, bizga kerakli hamma soha bo'yicha iqtidorli kasb ahliga ehtiyojli edi. Xitoylar 1949-yili vatanimizni to'liq ishg'ol qilgandan keyingi inqilobchilarimiz yoshurun qurib chiqqan tashkilotlarimiz faqat odam kuchidan, kasb ahlilaridan, fursatdan ziyon tortishdan boshqa bir unum bermadi. Bo'libmi 1969-yildagi partiyaviylikka ega siyosiy tashkilotlar, partizanlik ega qurolli kuchlarimiz bilan elib borgan bir qatimliq eng cho'ng va ommaviy orqisab asosiga ega harakatimizda bir butun bostirilib, umumyuzlik mag'lub bo'lgandan keyin qaytib bix surib yetilgan inqilobiy ruh egalari Xitoyga qarshi inqilob qilishda yolg'iz o'z kuchimizga tayinish faqat mag'lubiyatdan boshqa hech nimaga erishtirmaydiganligini tunib yetib, ham inqilobga yetakchilik qiladigan tashkilot markazining vatan ichida bo'lishi, bir qatimliq mag'lubiyat bilan butun bostirilib, tajribani qayta yakunlashga imkoniyat qoldirmaydigan bo'lg'achqa, vatan sirtiga chet ellik yordamchi kuchlarni izlashga yuzlanish qilgan va chet elga umid bog'lagan edi. Bo'libmi 1991-yili Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'rta Osiyodan, Iroq g'arbdan cho'ng umid kutildi. Yuragida Xitoyga qarshi nafrati bor. Plan bilan cho'ngroq ish qilish,
balki vatanning mustaqilligi uchun asqatqidek bir harakat qilish orzusi bor kishilar oldi bilan chatga chiqib, ondan obdarroq dastlab turib olgandan keyin tadbir chora izlanish uchun chet elga safar qilishga boshladi. Chet elga bog'langan orzular bir kunmi uzilmadi, suslab qolmadi. Keyincha Amerikaning boshliqlari, ya'ni albatta o'z davlatining manfaati uchun yig'ib aytganda o'zining hukmronlik manfaati uchun Xitoyga qarab birini yutilib qo'ysimi, xuddi ayatli vatanimizning Xitoylarni qo'g'lab chiqarib berdigandek umidlanib, shodlanib, gul qaqalarimiz ichilib ketadi. Chet eldagi ko'p turma axborot tashviqotlarimizmi Amerikaning boshlig'i Xitoyga o'yiniga borganda samsaqliq tomoqni ko'p yevelib, singdirolmay o'sirib qo'ysa, boshqurilgan bombaning o'q beshini Xitoyga qaratib piligini uzib degidek darajada ko'p turib xabar ishlab tarqatdi. Rast bombadan birer yerim donasi nishondan adishib tushib ketgan taqdirdami, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashib, so'g'uqlashib ketmaydiganligini bilmaydigan xalqimiz behuda umidlanib, bexudlashib ketadi. Hatto ikki davlat o'rtasida qasdlanlik bilan biror hodisa yuz bergan taqdirdami, uning uchinchi bir tarafga, ya'ni masalan bizga foydasining yo'qligini avam xalq bilib ketmagachga, boshqalarning hajliginiga aylanib qoladigan ahvollarmi bo'lib qoladi. Qisqasi, vatan sirtiga bog'langan umidlarning ko'zi o'chib ketmaslik kerak edi. Keyingi 25 yil davomida chet ellarda nurg'un tashkilotlar qurilib, markazlashib, ko'zga chiliqidek holiga yetgan bo'lsa-mu, biroq falak kuchli hamakning yo'qligini yushirish mumkin bo'lmay qolyotdi. Biz bir safda inqilob qilyapmiz deb o'zimizdan bog'ilgan kishilarning va yo'g'on markazlarning xeli uzundan beri sahnalish bo'lganligi va xalqimiz, vatandagilar ular inqilob qilyapti deb yo'lga qarayotganlarning allburun o'zlaridan eshib butun bir inqilobiy iqimni sahnalashtirib, ijtimoiy faoliyat tusiga kirgizib bo'lganligi yushirib bo'lg'siz holga yetib bordi. Kasalni yushirsang o'lim oshkora degandek, chet ellardagi amaliy ahvolimizni, atrofdagi o'z muhojirlaridan, vatandagi umid bilan yo'lga qarayotgan xalqimizdan, hatto tashkilotga bog'liq ammo ichki masaladan, xalqaro munosabatlardan to'liq xabardor bo'la olmaydigan sadoqatmanlardan yushirib kelindi. Xuddi bosh qo'mondonlar harbiy maxfiyatlikni askarlardan yushirganday. Oshkorlab etib, inqilobga ziyon solg'udak bir ishmi yo'q aslida. Ammo haqiqiy ahvolni yushirishda bundaq ikki turli bano sabab bor. Biri, chog'imizni chitqiyib, dushmanga o'yin qilib bermaslik lozim. Ya'ni dushman bilmaydigan nimasi boti bilan, hatto ba'zi bir yo'g'on tashkilotlarning kattaboshlari eng cho'ntinga xat to'shiydigan postakchilarni g'ayri rasmiy holda tashkilotining yig'inlarida to'rda o'ltirg'izib olsa, yana bir haqiqiy ahvolimizni xalqimiz bilib qolsa, umidsizlanib ketadi. Xalqimizni umidlantirishmi bir g'alaba degandan iboratdir. Buni mundaq tushunishga bo'ladi. Tashkilotimizning da'vo dasturlarimizning haqiqiy ahvolini kishilar bilib ketsa, qo'llaydiganlar, ergishib yuriydiganlar, sahnaga chiqqanda chavoq chaldiganlar, badal puli to'laydiganlar qolmaydi. Yoki ozlab ketib g'erbchilik bosadi. Bo'lmasa yushirishning buningdan boshqa bir ma'nosi bormi? Chunki chet eldagi sahnalashtirib etilgan inqilob bilan vatandagi xalqimizning bog'lanishi yo'q. Bir qancha tashkilotlarga, bir qancha boshliqlarning minish turishlariga bog'lanib qolgan chet eldagi vaziyatning haqiqiy yuzini xalqimizning bilishi aslida qo'rqinchli ish emas. Balki amaliyotni bilganda to'liq diagnoz qo'yib, to'g'ri resept yozish imkoniyati yaratiladi. Bu haqda qanchalik uch-quyruq bo'lsa, kelgusimizga shunchalik foydali. Shuning uchun chet eldagi iqlimlarimizda an'anaga aylanib ketgan, ammo tuzatmasi bo'lmagan bir turkum masalalarni bu mavzu ostida yuritishga tirishaman.
davomi bor.